Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Hammanglarning bugungi muborak juma kuni xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tuanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. 7. navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultiyi tayyorlik komiteti bugun qurultay vakil nomzodlariga qo'yiladigan shartlar haqida maxsus bayonot e'lon qilib, har qaysi allarda ilib beriladigan vakil saylamining odil va demokratik shaklda o'tkazilishiga kafolat qilinishi lozimligini ta'kidladi. Bayonotning to'liq teksti tuvandikicha. Dunyo Uyg'ur qurultiyining 7. navbatlik vakillar qurultayini 2021 yil 11 oyning 13 kunidan 14 kunigacha Chexiyaning poytaxti Pragda o'tkazish qaror qilingandan keyin har qaysi tashkilotlarning mas'ullari, jamoat arboblari va qurultayning xizmatchi xodimlaridan bo'lib 40 dan ortiq kishidan tarkib topgan qurultay tayyorlik komiteti 5 xizmat komissioniga bo'linib o'zining xizmatlarini rasmiy yo'sinda boshladi. Bu qitimqi qurultayda bo'sish xarakterlik bir islohot ilib berib, yuksak darajada demokratiya joriy qildirilib, qurultay vakillari xalqimizning oliy manfaati va milliy irodasiga haqiqiy vakillik qiladigan fidokor, qobiliyatli qarindoshlarimiz ichidan har qaysi davlatlardagi Sharq Turkistonliklarning ovoz berishi orqali saylab chiqiladi. Bu qarorning ijro qilinishi uchun har qaysi allarda maxsus 7. navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultayiga vakil saylash komitetlari ta'sis qilindi. 7. navbatli qurultayga vakil saylash xizmatlari 8 oyning oxiriga qadar tamomlanib bo'ladi va Uyg'urlar ko'p o'ltiraqlashgan davlatlarda 8 oyning 22 kuni yakshanba o'xshash kunda bir tutash holda vakil saylami o'tkaziladi. 7. navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultayining vakilligiga nomzod bo'lg'uvchilarga qo'yiladigan tövandagi shartlarni hozirlagan har qanday bir Sharq Turkistonlik qurultay vakillik nomzodiga o'zini ko'rsatish huquqiga ega bo'lib, har qaysi allardagi vakil saylash komitetlari bu belgilamaning butun moddalariga qattiq amal qilgan asosda vakil nomzodlarini tanlab chiqishi lozim. 1. Qurultay vakillari har qaysi davlatlarda faoliyat ilib berayotgan qurultay tarkibidagi tashkilotlar va qurultayni himoya qilayotgan Sharq Turkistonliklar tarafidan demokratik usulda saylab chiqiladi. 2. Har bir davlatlarda saylab chiqiladigan vakillarning eng oz 3 dan 1 qismi yoshlardan va xonim-qizlarimizdan tarkib topgan bo'lishi. 3. Vakil nomzodi jazman 18 yoshni to'ldirgan Sharq Turkistonlik bo'lishi. 4. Vakil nomzodlari eng oz bir chet el tilini bilgan bo'lishi. 5. Vatan, millat söygüsü kuchlik. Milliy da'vo sepimizda minnatsiz fidokorlik ko'rsatish ruhiga ega bo'lishi. Dunyo Uyg'ur qurultayini qizg'in himoya qiladigan, qo'llaydigan kishi bo'lishi. Qurultay topshirgan vazifalarni aktivlik bilan o'rindaydigan bo'lishi. 6. O'zi turishliq davlatlardagi Uyg'ur tashkilotlarida xizmat qilgan bo'lishi yoki ma'lum sabablar tufaylidan tashkilotlarda vazifa olmagan bo'lsa-mu, o'z oldiga milliy da'voyimiz uchun xizmat qilayotgan bo'lishi. 7. O'zi chet eldagi oila a'zolari Xitoyning ichi va sirtidagi Xitoyga bog'lanishliq bo'lgan siyosiy, ijtimoiy, madaniy va tijoriy o'rinlar bilan har qanday shakldagi aloqa bo'lmagan bo'lishi. 8. Cho'qim kuchlik mas'uliyatchanlik, javobgarlik tuyg'usi bo'lishi. Iltimos qilgan vazifaga saylangan yoki tayinlangan taqdirda vazifa olgan muddat ichida o'zi mas'ul soha haqida tafsiliy plan programma tuzib chiqa oladigan va uni jonliq shaklda ijro qila oladigan iqtidorga ega bo'lishi lozim. 9. Qurultay echilg'ichi bo'lgan muddatdan eng oz 3 yil ilgaricha va qurultayning vakili bo'lib xizmat qilgan muddat ichida, shundaqli vakillik muddati oxirlashgandan keyingi 1 yil ichida Sharq Turkiston, Xitoy va Xitoy mustamlikasi ostidagi rayonlarga bormagan va bormaydigan bo'lishi. 10. Siyosiy jihatdan belgilik ong va tajribaga ega bo'lishi. Xalqaro siyosat, Xitoy va Sharq Turkiston vaziyati haqida belgilik tushuncha va ma'lumotga ega bo'lishi. 11. Uyg'urlik badalini yoki o'zi a'zo bo'lgan tashkilotning a'zolik badalini izchil turda to'lab kelgan bo'lishi. Ma'lum sabab tufaylidan hozirgacha qurultay tarafidan 40 oydan buyon yo'lga qo'yilayotgan Uyg'urlik badalini faqat to'lamaganlar yoki bir qismini to'lab, bir qismini to'lamaganlar 40 oylik badal pulini vakil nomzodligiga iltimos qilishdan burun to'lab etishi shart. 12. Vakil nomzodi cho'qim 7. navbatlik qurultayga bevosita yoki tor orqali qatnasha oladigan bo'lishi shart. 13. Yuqorqi shartlarni hozirlagan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz o'zini 7 oyning 31 kunidan burun vakil nomzodligiga ko'rsatib bo'lishi lozim. 14. Vakil nomzodlari qurultay tarafidan tayyorlangan vakilligi iltimos qilish jadvalini to'ldirib, o'zi turishliq davlatdagi saylam komitetiga belgilangan muddat ichida topshirishi kerak. Bu jadval internet orqali elektronik shaklda yoki qog'oz yuzida yozma shaklda to'ldiriladi. Bu jadval har qaysi davlatlardagi saylam komiteti tarafidan ta'minlanadi. Har qaysi davlatlardagi tashkilotlar, vatanparvarlar
Jumladan barcha vatandoshlarimizni 7-chi qurultayimiz uchun hozirdan boshlab jiddiy safarbarlikka kelishga. Buning uchun joylarda elib beriladigan qurultay vakillik saylimidan tortib, oxirgi qurultay rahbarlik saylimagacha, qurultaydagi erkin muzokaralardan tortib, strategiyalik qarorlarni ilishqicha bo'lgan butun jarayonlarga aktiv ovoz qo'yishga. Bu qurultayning xalqimizning navbatdagi haqiqiy orzu istaklari va talab javob beradigan xalqaro saviyadagi g'albilik bir qurultay bo'lib o'tishiga o'z hassalarini qo'shishga chaqiramiz. Hürmet ve ihtiram bilen 7. növetlik Dünya Uyghur Qurultayı Tayyorlik Komiteti. Amerika Kengash Palatasi Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan har qanday tovarning Amerikaga kirishini cheklaydigan Uyg'ur majburiy amgikining oldini olish qonun loyihasini ma'qulladi. Bu loyiha keyingi qadamda yana Amerika Avam Palatasida ovozga qo'yiladi va Avam Palatasining ma'qulligidan o'tgandan keyin rasmiy qonunga aylanadi. Reuters agentligining xabariga qaraganda 14-iyul kuni ovozga qo'yilgan bu loyiha Amerika Kengash Palatasida to'liq qo'llash bilan ovozdan o'tgan bo'lib, bu Amerikaning Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligi va majburiy amgikini cheklash yo'lidagi muhim qadamlarning biri bo'lib hisoblanadi ekan. Uyg'ur majburiy amgikining oldini olish qonun loyihasini Amerika Kengash Palata a'zosi Marco Rubio va Kengash Palata a'zosi Jeff Merkley birlikda tunishtirgan bo'lib, senator Marco Rubio bu vaqtdagi bayonotida mundaq degan: "Biz Xitoy Kompartiyasining insoniyatga qarshi elib berayotgan jinoiy qilmishlarga ko'z yumonmaymiz. Shundaqla har qanday shirkatning bu dahshatlik zulmiga sherik bu foyda elishiga yo'l qo'ymaymiz." Senator Jeff Merkley mundaq degan: "Hech qanday bir Amerika shirkati bu ziyonkashliklardan foyda olmasligi kerak. Hech qanday amerikalik iste'molchi bilib bilmay majburiy amgak badaliga ishlab chiqarilgan mahsulotlarni setib olmasligi kerak." Mazkur qonun loyihasi keyingi qadamda Amerika Avam Palatasida ovozga qo'yiladi ekan. Amerikadagi har ikki partiya a'zolari bu qonun loyihasining yuqori ovoz bilan ma'qullanadiganligini mo'ljallamoqda ekan. Amerika hukumati texi yaqinda Sharq Turkiston va Xitoy tavasida jami 14 shirkatni Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilikda roli bor deb jazolagan. Shundaqli yana Sharq Turkistondagi ta'minlash zanjirlariga munosabatlik yangi savdo ko'rsatmasi e'lon qilib, Amerika shirkatlarini Sharq Turkistondagi majburiy amgakka chetilib qilishdan qattiq ogohlantirgan edi. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini rasmiy to'nig'anligini tunji qitim jakarlagan Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo apandimning Amerika hukumati tarafidan 13-iyuldan 15-iyulgacha Washington shahrida o'tkazilgan 2021-yillik xalqaro diniy erkinlik oliy munbir yig'inida Xitoyga qarshi qilgan o'tkir nutqi chet ellarda yashayotgan Uyg'urlarning qizg'in olqishiga sazovor bo'lib qolmasdan yana g'arb matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'adi. Sharq Turkiston xalqining oliy hurmatiga sazovor bo'lgan Mike Pompeo apandim mazkur munbarning 14-kunidagi yig'inida qilgan so'zida Xitoy hukumatining hozir hokim mutlaq bir shaklda diniy e'tiqod erkinligini dafsanda qilayotganligini, buning tipik misoli Uyg'urlarning mukammal sistema olgan lagerlarga qamalishi ekanligini ta'kidlab mundaq dedi: "Dal mushu sababdan biz bu qilmishni irqiy qirg'inchilik deb atadik. Navbatdagi hukumat va dunyoning boshqa joylaridagi rayon va davlatlar dunyoning klimat o'zgarishiga o'xshash ba'zi masalalarni ko'zda tutib Xitoyga yuz berayotgandek qiladi. Diniy e'tiqod erkinligi degandek masalalarga bo'lsa qo'shimcha masala o'rnida muomala qilyotadi. Afsuslanarligi, meningcha bu bek ahmoqlik. Klimat o'zgarishi masalasini dunyoning har qaysi joylarida kun sari ulg'ayotgan diniy e'tiqod masalasining ustiga qo'yish bu og'ir xatolikdir. Xitoy hokimiyatining nimalarni qilayotganligini hammamiz ko'ryapmiz, bilyapmiz. U yerdagi kishilar zamonaviylashgan bugungi davrda biz tasavvurmi qilolmaydigan xo'rliqqa uchrayotganlarning misoli. Xitoy hokimiyati o'zlarining bostirishlariga diniy oshqo'llik deganni bahona qilyotadi. Xitoy Kompartiyasining har doim bir bahona topa oladiganligini hammamiz bilib ketdik. Shu onning o'zida Xinjiangda Uyg'urlar duch kelayotgan qo'rqinchli muomala, ya'ni Orwellchi yig'ilish lagerlari, yuqori darajalik nazorat, majburiy amgak, majburiy bola cho'rish qatorliqlar Amerikaliklar va butun dunyodikilar ko'ngil bo'lishga tegishlik erkinlik masalalardir. Xitoy Kompartiyasining 100 yilligini xotirlagan vaqtda Xi Jinpingning dunyoga bergan signali nihoyatda oddiy. Ya'ni Xitoy bilan hapilashganlar Xitoyning po'lat temiga usib oladi deydi. Biz ashu po'lat bo'lishimiz, zulmga uchrayotganlarga yo'lanchik bo'lishimiz kerak. Qirg'oqlarimizga ancha yiroq bo'lmagan joydagi xalqlarga yurgizilayotgan zulmga qarshi kuch bo'lishimiz kerak. 2021-yillik xalqaro diniy erkinlik oliy munbir yig'ini mezgilida Dunyo Uyg'ur qurultayining Amerikadagi bir qism mas'ullari yig'in zalida maxsus tashviqot munbiri qurib, yig'in qatnashuvchilariga Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati va Uyg'urlarning Amerika ham xalqaro jamoatchilikdan kutadigan orzu talablari haqida ma'lumot berishga tirishgan edi. Xitoy hokimiyatining bu yilning 5-ida butun Sharq Turkiston miqyosida boshlatgan Mike Pompeoni kurash qilish harakati sababidan vatan ichida bu sharaflik ismni bilmagan birmi Uyg'ur qolmagan edi. Chet ellardagi Uyg'urlarmi Mike Pompeo apandimni Uyg'ur xalqining eng qadrdon do'sti deb bilib, uningga oliy hurmat ko'rsatib kelmoqda.
Dünya Uyghur Qurultayı Mərkəzi İşxanasının istansımızga bildirişçe Xalqaro Uyghur Sot Kollegiyasının bu yıl 9. ayının 10. günüdün 13. günügüçe Londonda ötküzüldiğən ikinci qaytamlıq sotiga təklif qılındığan chet ellik guvohchilarning hammasi degudek xalqaroga tonilgan qonunshunos va advokatlardan tashkil topadi. Bu navbatlik sotning ommaga ochiq bo'limi 3 kun bo'ladi va sotning 4. kuni Uyg'ur Sot Kollegiyasining baholash hay'ati o'zining ishki yig'inini o'tkazib bu ikki qaytamlıq sotda o'tirg'i tushgan dalil isbotlar asosida qonuniy analiz ilib boradi. Uyg'ur Sot Kollegiyasining 9. ayının 10. günüdün 13. günügüçe ötküzüldiğən ikinci qaytamlıq sotining ommaga ochiq bo'limining butun jarayoni yana sizlar ko'rayotgan Qurultay tor televiziyasi orqali naq maydondan tarqatiladi va sotda guvohlik beradigan chet elliklarning so'zlari bevosita holda Uyg'urchaga tarjima qilinadi. Dünya Uyghur Qurultayının təşəbbüsü və ərzi bilən ötən ili qurulğan Xalqaro Uyghur Sot Kollegiyası özünün tuncu sotini bu yıl 6. ayının 4. günüdün 7. günügüçe Londonda xalqaralıq qanuni tərtiblər boyunca 40 nəfərə yaxın Şərq Türkistanlıq və chet ellik guvohchilarning qatnashida yuqori saviyada muvaffaqiyatli o'tkazgan edi. Növbətdə Londonda çağırıldığan ikinci növbətlik sotqa yeni dalil isbotlarni to'plash və yeni guvohchilarni qezib chiqish xizmatlari jiddiy davom qilmoqda. Dünya Uyghur Qurultayının raisi Dolqun Aysa Əpəndi bu münasibət bilən yaqında e'lon qilgan safarbarlik nutqida chet ellarda yashayotgan butun Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni Londonda chaqirilayotgan Xalqaro Uyg'ur Sot Kollegiyasining ikinchi qaytamlıq sotini mustabid Xitoy hokimiyatining xalqimizga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va boshqa jinoiy qilmishlari haqidagi dalil isbotlar bilan ta'minlashga va sotning muvaffaqiyatli o'tkazilishi uchun moddiy jihatdan yordam berishga chaqirgan edi. Har qaysi ellarda yashayotgan vatanparvar qarindoshlarimiz bu chaqiriqqa qizg'in ovoz qo'shib, Xalqaro Uyg'ur Sot Kollegiyasining ikinchi qaytamlıq sotini dalil isbotlar bilan ta'minlash va sotga iqtisodiy jihatdan yordam berish kampaniyasiga aktivlik bilan ishtirok qilib kelmoqda. Mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan qilmishlarining irqiy qirg'inchilik ekanligi demokratik ellar tarafidan orqa-orqadan rasmiy yo'sinda qabul qilinayotgan bir paytda 14 iyul kuni Xitoy Davlat ishlari kabinetining axborot ishxonasi Xinjiangdagi har millat xalqining huquqda barobarligining kapolati nomli oqtashliq kitobni e'lon qilgan va mazkur kitobda rayondagi har millat xalqining siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniyat va diniy e'tiqod erkinligining to'liq kapolatga ega qilinganligi, ayollar va bolalarning huquqining to'liq qo'g'dalganligi o'ttirg'i qo'yilgan. Shundaqla Xitoy hukumatining rayondagi har millat xalqining barobarligi va kishilik huquqini to'liq kapolatga ega qilganligi bayon qilingan edi. Shu kuni Amerika Tashqi ishlar ministrligi ishxonasi Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining bu vaqtdagi savoliga el-xat orqali javob qaytardi. El-xatda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik siyosatini davomlashtirayotganligini va bu qilmishini qat'iy to'xtatishi kerakligini ta'kidlab mundaq deyilgan. Gerçi xalqaraning ayıblishi va majburiy emgak, jazo lagerlari, qiyin qistoq va jinsiy zo'ravonlikning ko'plagan paketlari bo'lsa-mu, ammo Xitoy hukumati Xinjiangda davomliq irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilmoqda. Bu vahshiyliklarga sal qarashga yoki inkor qilishga bo'lmaydi. Uningda yana mundaq deyilgan: biz sheriklarimiz va ittifoqdoshlarimiz bilan davomliq hamkorlashib, Xitoy hukumatining majburiy emgak qo'llanganligi, shundaqla uning Xinjiangdagi Uyg'urlarga va boshqa oz sonliq millat ham diniy guruhlarga qarata insoniyatga qarshi ilib bo'lgan irqiy qirg'inchiligi va bu jinoiy qilmishlarining mas'uliyatini surishtirishni, ziyonkashlikka uchirg'uvchilarga adolat talab qilishni davomlashtiramiz. El-xat orqali avatilgan javobda yana monolar bayon qilingan. Amerika hukumati dunyoning har qaysi joylaridagi ittifoqdoshlari bilan birlashib, Xitoy hukumatini insoniyatga qarshi bu jinoyatlardan darhol qo'l uzishga, Xitoy hukumatining Uyg'urlarni asos qilgan Xinjiangdagi musulmonlarni va diniy zotlarni bostirishni oxirlashtirishga chaqiradi. Shundaqla jazo lagerlari va tutib turish o'rinlariga qamalgan kishilarni qo'yib berishini talab qiladi. Dünya Uyghur Qurultayı Xitoy ishlari komitetining mudiri Elshad Hasan Əpəndi bu munosabat bilan Erkin Osiyo radiosiga qilgan so'zida Xitoyning ilgirki oqtashliq kitoblarga o'xshashli yolg'on yovdoq ma'lumotlar bilan to'lgan bu oqtashliq kitobda Xitoy hukumatining o'zining Uyg'urlarga yurgizayotgan zulmlarini oqlashga uringanligini, ammo mazkur kitobdagi atalmish sonliq ma'lumotlar va paketlar Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilikning haqiqatini hargizmi yo'qqa chiqarolmaydiganligini ta'kidladi. Elshad Hasan Əpəndining qarashicha Xitoy hukumati bu xil oqtashliq kitoblar orqali bir tarafdan xalqaroning besimi oldida o'zini oqlashni ko'zlasa, yana bir tarafdan o'zining Sharq Turkistondagi bu xil bostirish siyosatini atalmish qonun va nazariyalar orqali xalqaroga haqliq qilib ko'rsatishni maqsad qilgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dünya Uyghur Qurultayı to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasida diqqatingizga sundiq. Keyingi qitimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.